Salom do'stlar, bugun sizlar bilan qanday qilib Google akkauntni parolni almashtirishni yoki paroli esingizdan chiqib ketgan bo'lsa bilishni o'rganamiz. Xo'sh, buning uchun birinchi bo'lib Play Marketga kirib olamiz. Play Marketga kirganimizdan keyin yuqorida harf yoki o'zingiz rasm qo'ygan bo'lsangiz, akkauntingiz rasmi bo'ladi. O'shani ustiga bosamiz. O'shanda bizga turli xil yo'nalishlar chiqadi. Biz Google hisobni boshqarish degan tugmani bosamiz. Hozir turamiz. Keyin bizda juda ko'p kategoriyalar chiqadi. Ulardan bizga keraklisi birinchisi bosh degani bor, keyin ma'lumotlar va xavfsizlik. Bizda eng keraklisi xavfsizlikka kiramiz. Xavfsizlikka kirganimizdan keyin ozod tushirsak, bizda parol degan joy bo'ladi. Shuni mana bu. Agar telefoningiz ingliz bo'lsa, password degan joy bo'ladi. Unga kiramiz. Hozir o'tamiz. Xo'sh, kirganimizdan so'ng bizdan eski parolimizni so'raydi. Biz eski parolimizni esimizdan chiqarganmiz, tasavvur qiling, biz bilmaymiz. Shuning uchun parol esdan chiqdi degan knopkani ustiga bosamiz. Shunda bu oxirgi parolni kiritamiz. Biz oxirgisini ham bilmaymiz. Yana boshqa usulni bosamiz. Xo'sh, ekran qulfidan foydalaning. Ya'ni agar telefoningizda parol turgan bo'lsa, masalan, qulf turgan bo'lsa, o'shani kiritib parolingizni almashtirishingiz mumkin. Biz uni ham bilmaylik, tasavvur qiling, boshqa usulni bosamiz. Shunda oxirida bizga bitta yo'nalish chiqadi, ya'ni davom etish degan. Bosamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, hech qanaqa parolsiz, eski parolsiz yoki telefoningizning parolini bilmasdan turib, o'sha parol almashtirgan joyga kiramiz. Xo'sh, bu yerga kirganimizdan keyin biz ikkita faqat o'sha qo'ymoqchi bo'lgan yangi parolimizni yozishimiz kerak. Parolni almashtiramiz. Bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, bizning parolimiz almashtirildi. Boshqa hisobingizni biz hisobingizni himoya qilamiz. Bu yo'l kerak emas, muhim parolni yozdik. Endi bironta dasturga kirayotganingizda sizdan Google akkauntingizni parolini so'rasa, bemalol belgilashingiz mumkin.